Bugun uyda qaynona-oyijonim yaxshi ko'rgan ovqatni pishirdim. Xil-xil bo'lib pishgan suvli dimlama. Bizni uyda hammaning vkusi har xil. Qaynona-oyijonim tez hazm bo'ladigan, tovuqli, shunaqa yengil ovqatlarni juda ham yaxshi ko'radi. Turmush o'rtog'im bo'lsa, buni umuman teskarisi. Turmush o'rtog'im tovuqli ovqatlarni juda ham yomon ko'radi. Uni o'rniga go'shtli bo'lgan sergo'sht ovqatlarni manti xonimlarda juda ham yaxshi ko'rib yeydi. Qaynotamlarga esa umuman farqi yo'q, ovqat umuman tanlamaydilar. Men bo'lsa ovqat yemay ham qo'yaveraman. Har doim ovqat qilganimda pomidor sop qizartirib pishiradigan joyini juda ham yaxshi ko'raman, chunki vashshe zo'r hid chiqadi. Birinchi bo'lib shunaqa tovuqlarni ozgina qovurib olaman, orqasidan kartoshkalarni qovurib olaman. Keyin kartoshkalarni olib tashlab, piyoz, sabzi, bolgarskiy pomidor qilib, birin-ketin sop qizartirib, yaxshilab pishirib olaman. Chesnokni bo'lsa dimlayotganda solaman. Darvagiga bo'lsa ozgina tuz so'raman. Yaxshilab aralashtirib, kartoshkalarni, uni ustidan tovuqlarni va zelen, ukrop solib, ozgina suv solaman. Ularning ustidan esa maydalangan zira, gashnich va murch, ozgina koreyskiy tuz solib, dimlab qo'yaman. Past olovda. Men yoniga ozgina pomidor bodrindan salat qildim. Sizlar xohlagan salatlarni qilsanglar bo'ladi. Lekin baribir imенно shu salat bilan juda ham zo'r chiqishadi. Sizlarda uyda ham hammaning vkusi har xilmi yoki faqat bizda uydami? Kommentariyaga yozib ketinglar.